o'sha men kutgan tarixiy kun ham keldi, o'sha tarixiy sud ham bo'ldi va yana biz hayratlanmadik. Rasululloh Kusherbayevning da'vo arizasi rad etildi. Yana huquqiy normativ hujjatlar yana bizda konstitutsiyamizdan yoki kodekslarimizdan ustun keldi. Bilmadim bu qanchalik to'g'ri. Amerikada yashayapman va Amerikaga ko'chib o'tganimdan beri Amerika qonunchiligini kuzatib boraman. Kuzatuvlarim natijasida bir narsaga guvoh bo'ldim. Bu hamki mana shunaqa prezident yoki qaysidir tashkilot tomonidan chiqarilgan qonun, buyruqlar aholiga noqulaylik tug'dirsa yoki konstitutsiyaga zid bo'lsa, mana shu bizdagi Rasul akaga o'xshagan bu yerdagi aktivistlar sudga murojaat qiladi. Prezidentning qarori bo'ladimi yoki qaysidir tashkilot qarori bo'ladimi, sud buni ko'rib chiqadi-da, bu narsa haqiqatan konstitutsiyaga zid bo'ladigan bo'lsa, rad qiladi, bekor qilib tashlaydi. Va bu narsani ko'rib men havas qilganman. Bizda ham qachondir bo'lishiga umid qilganman. O'sha Rasul aka bu harakatni boshlab yoshligi umid berdi, lekin ba'zi umidimiz yana so'ndi. To'xtab qolmaymiz. Men Rasul akani qo'llab-quvvatlayman oxirigacha. Konstitutsiyaviy sudgacha boraman deyishyapti. Mayli borishsin, dakasi xudo xolisa qo'llab-quvvatlaymiz.